Xoş xəbər. Ömürlük bank qarzining o'simi tarix bo'yicha eng tuvanchakka tushdi. Ya'ni 3.75 tanjaldi. Hozir Urumchidan tunji yurish uyini olgan do'stlarimiz 3.75 o'sim bo'yicha uy setib olasizlar. Nurg'un do'stlar o'ylayotdi, men bu tunji yurish uyini setib oldim. Nimishki mening 3.75 ga tanshalmaydi deyotgan bo'lishingiz mumkin. Buningdagi eng muhim masala yana banki inovatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Ba'zi do'stlarimizninki tunji to'y yurish uyi bo'lsa, lekin o'zida burungi qarzlarni qaytarmay saqlanib qolgan ba'zi yuchi ahvollar bo'lishi mumkin. Agar bunda bo'lsa, sizningki 3.75 ga tanshalmaydi. Shuningga do'stlarimizning banki inovatiga alohida diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Endi ikkinchi masala, men burun uy olgan, mening qachon 3.75 ga tanshiladi deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Bu dal LPR'ninki yillik nisbati bo'yicha hisoblaymiz. Sizning ömürlük bank qarzi bejirgan vaqtingiz, ya'ni tunji qarz qaytargan vaqtingizdan boshlab 1 yil bo'lgandan keyin anadikin LPR'da mushu 3.75 ko'rsatilsa, shu vaqtida sizning burun olgan uyingizning qarzi 3.75 ga tanshiladi. Tushunmagan yana bo'lsa, pinginchida so'z qoldiring. Men do'stingiz Ablis, meni qo'shilishni, Guanju qo'yishni unutib qolmang. Urumchidan uy setib olaman desangiz, o'zim ishongan, o'zim tekshirib xotirjam bo'lgan uylarni sizga tavsiya qilaman.